Ko'pchiligimiz bilamiz, modul 2 mavzularining ichida eng qiyin mavzular sifatida qaraladagani bu missing stages. Aynan balki mana shu mavzu tufayli modul 2 imtihonlarini ortga suradigan ustozlarimiz ham yetarli. Ko'pincha mana shu modul 2 TKT ekzamlarida muvaffaqiyatsizlikka uchragan ustozlarimizdagi qo'rquvlarini boshi va oxiri ham shu mavzu deb bilaman. Va albatta aniq va tiniq misollar bilan va mana shu test jarayonida to'g'ridan to'g'ri amalga qo'yishingiz uchun siz aziz ustozlarga ma'lum bir ketma-ketlikni tavsiya qilaman. Tayyor bo'lsangiz, qani ketdik. Avvalo mana shu mavzularni modul 2 mavzulari modul 1 mavzularidan nimasi bilan farq qiladi? Ko'rinishidan 6-7 ta mavzuni o'z ichiga oladi, lekin umumiy test jarayoni 80 talik test ko'lamiga qaraganda yuki og'ir, ko'pincha yuzimizda ajinga sabab bo'ladi, ya'ni bizni qiynaydi savollar. Ana shu muammolarni bartaraf etish uchun birinchi amaliyot missing stage mavzusi shunchaki bir test savol turi emas, balki bu butun boshli dars jarayoni ekanligini his qila bilishingiz. Ikkinchidan, ustoz sifatida ko'pchiligimiz test ishlaymiz. Mana shu testni ishlash jarayonida o'zimiz uchun qaysidir kalit so'zlarni yodlab mahkam ushlab olamizda. Bu kalit so'zlarni mavzu yuzasidan flexible harakatini emas, balki aynan shunday bo'ladi deb yodlab olamiz. Bunga yorqin misol feedback dars oxirida bo'ladi degan bitta tushunchamizni mahkam ushlab olishimiz orqali mana shu testlar guldastasini parchalab tashlaymiz. Nimaga desangiz, albatta u dars jarayoni faqatgina readingga asoslangan dars jarayoni bo'lsa-ku mayli, dars oxirida albatta feedback berishingiz, o'quvchining nutqini eshitib, ana shu jarayonda to'g'rilashingiz mumkin. Lekin aslida bu biz kutganday bo'lmasdan, demak dars jarayonida integrated skill lesson, ya'ni birdan ortiq til ko'nikmalari orqali dars tashkil etilsa-yu, bir skilldan ikkinchi skillga o'tayotgan paytdagi feedbackni oxirga olib qo'ysangiz, albatta chalkashtirib yuborishingiz mumkin. Shuni hisobidan albatta men quyidagi bir necha usullarni taklif qilaman. Albatta qog'oz qalamni, ruchkani olishni va albatta zarur deb topsangiz, mana shu joyda o'zingiz uchun keynote'larni yozib olsangiz, albatta bu muvaffaqiyat kaliti sifatida qaraladi. Birinchi navbatda mana shu modul 2 darslarini, kalit so'zlarini, siz bilgan termin hamda mana shu maxsus atamalarni faqat o'zgarmas tushuncha deb emas, balki ularni mavzu yuzasidan, ya'ni savolni qaysi rakursdan berilishiga qarab moslashuvchan deb qabul qilishingizni so'rardim. Navbatdagisi, umuman olganda dars jarayonini tashkil etishda qanday presentation texniklardan foydalanamiz? Ya'ni presentation texnik degani, tasavvur qiling, reading hamda listening darslar uchun menda har doim pre, while, post tarkibiy qismi bor. Mana shu pre qismida nimalar bor, while qismida nima bor, post qismida nima borligini aniq bilishingiz kutiladi. Masalan, reading darsini boshi nima bilan boshlanadi? Albatta siz bilgan pre-teach vocabulary yoki predicting, ya'ni sarlavhaga qarang yoki mana shu tekstda qiyin deb topgan so'zlaringiz mana shulardan iborat deyaptimi? Demak, aynan mana shu joyda siz darsni boshida ekanligingizni bilib turishingiz eng muhimi. Darsni aynan reading hamda listening uchun main body, ya'ni asosiy qismga o'tdimi, ya'ni while stage'da ekanligingizni bilishning yo'li bitta. Qayerda? Demak, birinchi marta o'qiyaptimi JIS ekanligini, ikkinchi marta o'qiyaptimi u specific informationga o'qiyotganligini. Aynan JIS hamda specific informationga o'qiganingizdan so'ng uni ortidan albatta comprehension task kelishligini, o'quvchilarda og'zaki nutqni, ya'ni speakingni, oral fluency practice'ni amalga qo'yuvchi mashqlar ketma-ketligi borligini bilib turishingiz shart. Ko'pincha ustozlarimizdagi muammo bu modul 1 mavzularida ana shu mavzularni to'liq o'zlashtirmaganlikda ayb. Ya'ni siz 1-2 test ishlagansiz, amaliyotga ko'rgansiz, lekin uni asl ahamiyatini modul 2 da, modul 3 da mavzular aniq va tiniq holatda biz uchun zaruriy mavzu ekanligini bilmaganmiz. Bu mavzular qaysilar desangiz, albatta men boshlardim. Modul 1 mavzuning ichidan 5-unit reading mavzusidan. Nimaga desangiz, aynan mana shu key concepts degan bo'limida reading jarayonini, while qismi, pre qismi, post qismidagi o'qituvchining harakati, o'quvchining harakati, ya'ni qanday amalga oshirish kerakligi haqida aniq va tiniq ma'lumotlar berib qo'yilgan. Demak, birinchi marta o'qiyotganligini, jisligini, unga qo'shimcha, ya'ni true false, matching savollarni ishlayotgan paytda undagi reading ko'nikmasi, demak reading sub skill albatta u specific information ekanligini his qilishi. Mana shu mashqlardan so'ng ustoz demak og'zaki nutqqa asoslangan mashqlar ketma-ketligi uch ekanligini his qilib turishim juda ham muhim. Aynan listening qismiga o'tadigan bo'lsak, listening qismida pre-teach vocabulary aynan reading bilan bir xil, lekin ana bu predicting o'rnida, demak activating students knowledge of the world, ya'ni ana shu o'quvchini kontekstga olib kirib olish uchun qilinadigan mashqlar ketma-ketligi asos sifatida qaraladi. Shu mavzularni to'liq o'rganmasligimiz tufayli mana shu missing stage mavzusida biz ketma-ketlikni yo'qotib qo'yamiz. Avvalo mana shu reading hamda listening deb aytib o'tib ketdim. Undan keyingi mavzular ham kerakmi desangiz, albatta. Men xohlardim writing mavzusini hamda speaking mavzusini, ya'ni 1-unitdan 5, 6, 7 hamda 8-unitlarni to'liq va tiniq o'zlashtirib
o'zlashtirishingizni so'rardim. Sababi dars jarayonini ertaga missing stage mavzulari to'laqonlik, demak, productive skilllarga qaratilgan dars bo'lishi mumkin yoki receptive skilllarga qaratilgan bo'lishi mumkin va ba'zan siz bilasiz, integrated skill lesson deydi. Ya'ni darsni boshida har doimgida activating ketadi, contextualizing ketadi, warmer bilan, leading bilan personalizing qilib mavzuni tanishtiradi. Ustoz, ya'ni boshida readingdan boshlansa, readingdan so'ng reading aloqador role play speakingga, speakingdan birato'la writingga o'tib ketadiki, dars jarayonida bir skilldan ikkinchi skillga o'tgan paytda, demak, albatta siz tushunchalaringizni yo'qotib qo'yasiz. Shuning uchun men xohlardim, mana shu savol turini ishlashingizni birinchi dastavval qadami, garchi modul 1 imtihonlarni topshirib bo'lgan bo'lsangizda, birinchi unit yoki birinchi modul savollarini to'laqonli o'zlashtirishingizni so'rardim. Nimaga bunday desangiz, to'g'risi ustoz sifatida men aytaman, mana 5 yillik tajribamdan kelib chiqib, ustozlardagi muammo mana shu voqelikni ko'z oldilarda gavdalantirmasligi. Ya'ni buni film usuli deyiladi. Dars jarayonini tashkil etish qismida ustoz sifatida asosiy qismni boshladingiz, jarayonni kuzatib turibsiz. Lekin o'qituvchi harakatini ketma-ketligini ozgina his qilsangiz, maqsadingizga yetgan bo'ladi. Ya'ni bu turdagi savol oson bo'lgan bo'lardi. Masalan, tasavvur qiling, students are reading the passage second time desa, mana shu joyda siz jiz ekanligini aniq va tiniq qilib his qilishingiz kerak. Endi pre qismi, while qismi, post qismi, shu qismda o'zi qanaqa aktivitelar borligini bilishingiz juda ham muhim. Masalan, pre qismda odatda o'sha contextualizing, introducing topic, warmer, yana siz bilgan o'sha leading yoki bo'lmasa brainstorming bilan bog'liq aktivitelar keladi. Demak, mana shu bosh ekanligini his qilish. O'quvchilar demak mashq bajaryapti desa, demak bu yerda reading bo'lsa, pre qismini bajarib bo'lgan, listening bo'lsa, jiz uchun allaqachon eshitgan degan ma'lumotlarni anglashingiz zarur. Va endi yakuniy qismida albatta uni o'tilgan kontekstni og'zaki nutqqa ulashimiz eng muhim masala sanaladi. Xulosa o'rnida bir necha yuqorida aytib o'tgan mavzularimni yana qaytarib o'tishga demak ruxsat bergaysiz. Birinchi o'rinda mana shu modul 1 mavzularini mustahkamlash. Ya'ni bu 4 ta skillni o'zi bilan cheklanmasdan presentation texnik degan unitimiz bor bilsangiz, aynan mana shu 16-unitda o'zi grammatikaga asoslangan dars qanday, skelet qanday, vocabulary uchun mo'ljallangan dars skelet qanday, mana bu writing bo'lsa, speaking bo'lsa, dars skelet qanday va albatta ana shu joyda integrated skill lessonni tarkibiy qismini aniq va tiniq qilib o'zlashtira olsangiz, mana shu testdan muvaffaqiyatli o'tasiz. Ba'zida muvaffaqiyat qozonish uchun ilgari o'rgangan bilimlarimizni bir marta shay holatga keltirishimiz uchun qaysidir mahkam ushlab qotib qolgan xatolarimiz ustida to'g'rilashimiz, yuqorida aytib o'tgan tavsiyalarimga birdan quloq solishingiz va shunchaki leksiya eshitib to'xtamasdan buni testda amaliyotda qo'llashingiz eng muhimi. Ba'zida test materiali topishga qiynaladigan ustozlarimiz uchun videomiz albatta quyi qismida havola qoldiramiz. Ana shu joydan Uzum Marketdan o'zingizni hududingizga ana shu A4 formatda chiroyli sifatli tarzda chiqarilgan asosiy test uchun mo'ljallangan kitobimiz va tayyorgarlik ko'rish uchun maxsus handbook, kursbook hamda glossary qidirayotgan ustozlarimiz uchun ham havola qoldiraman. Biz sizlarga taqdim etgan bir necha videolarimiz allaqachon minglab prosmotrda, demak, yaxshi pozitiv feedback oldi. Bizning mehnatimizni samarali baholab, mana shu joyda like, kommentlarni izohlarda qoldirdingiz. Ustozlarning talabi bilan biz mana shu modul 2, ya'ni eng qiyin mavzulardan biri missing stage mavzusini tahlil qilyapmiz. Aynan mana shu mavzular yetarli bo'lmasa, bizga havola orqali aloqaga chiqing. Siz uchun maxsus test tahlillari, jonli darslarimiz yoki maxsus modul 2 uchun ochilgan, demak, davolash kursimizni ham taklif qilamiz. Biz haqimizdagi savol va qiziqarli ma'lumotlarga qiziqsangiz, quyidagi havola orqali bizlarga to'g'ridan to'g'ri aloqaga chiqing. Like va subscribe tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin.